Gameta olish katta dominant, kichik a resessiv. Katta kichik a bu heterozigota deyiladi. Ikkita katta bo'lsa, bu dominant gomozigota, ikkita resessiv bo'lsa, ikkita kichkina bo'lsa, resessiv gomozigota deyiladi. Agar bir xil harf bo'lsa, mono deyiladi. Ikki xil harf a bilan b di deyiladi. Uch xil harf bo'lsa, agar tri, to'rt xil bo'lsa tetra, 5 xil bo'lsa penta, shunday ketaveradi. Birinchi savolda heterozigota organizmni toping. Heterozigota organizm C javobda berilgan. Ikkinchisi dominant gomozigota genotip. Dominant gomozigota quyidagicha A variant. Uchinchi savol resessiv gomozigota genotip toping. Resessiv gomozigota B variant bo'ladi. To'rtinchi savol D-heterozigota organizm C javob. 5 dominant D-gomozigota D variant bo'ladi. 6 birinchi belgisi bo'yicha heterozigota, ikkinchi belgisi bo'yicha resessiv A variant. Maniki heterozigota, resessiv. 7 ikki belgisi bo'yicha heterozigota organizm toping. Demak, ikki belgisi bor. B bo'yicha va D bo'yicha heterozigota A variant bo'ladi. 8 ikki belgisi bo'yicha heterozigota organizm. Ya'ni 1 da berilgan A bilan C, 4 da berilgan C bilan D. Javob A variant 1 4 bo'ladi. 9 ikki belgisi bo'yicha dominant gomozigota, uchinchi belgisi bo'yicha heterozigota organizm. Mana ikki belgisi bo'yicha dominant gomozigota, uchinchi belgisi bo'yicha heterozigota D javob. 10 birinchi, uchinchi belgisi bo'yicha heterozigota, 1 va uchinchi belgisi bo'yicha heterozigota, ikkinchi belgisi bo'yicha resessiv gomozigota C varianti berilgan. 11 uchta belgisi bo'yicha heterozigota, bu B varianti berilgan. 12 uchta belgisi bo'yicha dominant gomozigota D varianti berilgan. 13 tri heterozigota, tri degan 3 ta heterozigota degan B variant. 14 birinchi belgisi bo'yicha resessiv gomozigota, ikkinchi belgisi bo'yicha dominant gomozigota, uchinchi belgisi bo'yicha heterozigota. Javob A variant bo'ladi. 15 to'rt belgisi bo'yicha resessiv gomozigota, hammasi resessiv gomozigota D variantda berilgan. 16 quyidagi genotip nima deb o'qiladi? Quyidagi genotip birinchi, uchinchi belgisi bo'yicha resessiv gomozigota, ikkinchi belgisi bo'yicha heterozigota deyiladi. B variant. 17 quyidagi genotip qanday o'qiladi? Birinchi va ikkinchi belgisi bo'yicha resessiv gomozigota, uchinchi belgisi bo'yicha heterozigota D variant. 18 uchta belgisi bo'yicha dominant, birinchi, uchinchi belgisi bo'yicha dominant gomozigota, ikkinchi belgisi bo'yicha heterozigota deyiladi. C variant bo'ladi. 19 katta kichkina A, katta va kichkina B, ikki belgisi bo'yicha D heterozigota, ya'ni A variant bo'ladi. 20 birinchi va uchinchi belgisi bo'yicha heterozigota, ikkinchi belgisi bo'yicha resessiv gomozigota deyiladi. Javob C variant.